Endi aynan siz hovlingizga mana bunday burchatga, sokol, travertin, tunakafon qildirish uchun alohida usta izlashingiz shart emas. Qo'qonlik usta akalarimiz birdaniga hamma ishni bir qo'l qilib berar ekan. Akalarimiz Farg'ona shaharga mana bunday qilib sifatli qilib, chiroyli qilib ishlarni qilib bergan ekan. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlar necha puldan bo'lyapti, qayergacha xizmatlar qiladi, akalar garantiyalar bormi, yo'qmi? To'liq video qilishga harakat qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Tuzukmisiz? Aka, qo'llaringiz dard ko'rmasin, chiroyli qilib bir qo'l o'zingiz chiqarib yuboryapsiz ekanda. Hammasini birdaniga gap bo'lishi mumkin emas. Endi masalan, yangi solingan xo'jaliklar bo'ladi, xonadonlar. Cho'rniy holatda topshiradigan bo'lsa, kelishilgan holatda qilib berilar ekanda. Oyoqdagi devor, sokol, tunukafon xizmatlarini hammasini qilib beramiz. Bu yerda qilgan ishlarimiz, ramkalarimiz ichini rumbik holatida qilib berganmiz. Agar boshqa fasollarni xohlasa, boshqa fasollarda ham qilib beraveramiz. Kartamira, marmarino, g'ish fasollarida ham qilib berilaveradi. Ramkalar bor ekan, nimaga? Bu yerda однотонный, skromniy fasollardan qilganmiz. Xudo xolasa, uyda egalariga qaysi ma'qul kelsa, variantlarni ko'rsatamiz. Qarang, siz uyda holatiga qarab turib shu fasonda qilib berdingizmi? Uyda egasi tanladi mana shu gullarni hozir. Bu yerda uyda egalari tanlashgan, shu uyda egalariga yoqqan holatida qilib berganmiz. Demak, rasmlarni ko'rsatasiz, uyda egalasi ma'qul kelsa, o'shanda qilib berilaveradi. O'shandan qilib beramiz. Unda devorda holat qanaqa bo'lishi kerak sizga topshirish uchun? Devorda holati shikaturka holatda bo'lishi kerak. Agar eski emotsiya berilgan, eski holatda bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha kafenliklar bilan tortib o'zimiz tekkizlab shuvib olamiz. Devorga qarab narx o'zgarishi mumkinmi? Bir xil qilib beraveramiz. Cho'rniy ishlarga qo'shimcha qo'shiladi. Bular necha so'likdan bo'lgan ekan hozir travertinlarimiz saqlanishi? 2 sloy travertin, 2 sloy polirovka, 2 sloy lak bo'lgan. Demak, zo'r. Shunaqa ishlar qilingan. Xo'p, unda narxlarni aytib ketaverik birovlar, narxlarni birdaniga. Narxlari mahsulotlar hamma yo'q o'zimizdan 100 ming so'mdan qilib beramiz. 100 ming so'm. Mahsulotlar hamma yo'q o'zimizdan. Uyda egasi nima kerak bo'ladi? Uyda egasini sizga? Uyda egasidan oziq-ovqat, yotoq joy kerak bo'ladi. Lesalarni ham olib beraverasizlar. Hamma yo'q o'zimizdan. Demak, uyda egasidan shu oziq-ovqat, yotoq qilib bersa bo'ldi. Sharoit qilib bersa bo'ldi ekanda, chiroyli qilib va garantiya beramiz, xudo xolasa. 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiya beriladi. Qaranglar akalar, buni karcherlasa, xudo xolasa, karcherlar bemalol foydalanaveradi. Xo'p, bu sokollarimiz aka. Sokollarimizni 1 metrini 500 mingdan qilib berganmiz. 1 metri, demak 1 metri shu metrga 1 metri bitishi, mahsuloti hamma yo'q o'zimizdan 500 ming so'mdan qilib berganmiz. 500 ming so'mdan. Mahsulotini olib berilsa-chi, olib bersa ham, olib bersa ham kelishaveradi xizmat. Usta puli qo'shiladi. Asosan biz uyda egalarini ovora qilmagan holatda mahsulotlar hamma yo'q o'zimizdan qilinyapti. Bu ana Xitoynikidanmi? Ha, Xitoy granit. Granit, Xitoy granit, yaxshi, zo'r. Bularchi burchatkalarimiz. Burchatkalarimizda 1 metrini 300 ming so'mdan bitishi. 300 ming so'm. Hozir materiali bilan. Materiali hamma bitish holati. Tunikafonlarimizni 10 dollardan 12 dollargacha tunikafonni qalin yupqaligiga qarab qilib beramiz. Narxlar o'zgarar ekanda, demak. Qarang, mana burchatga olib bersa, demak, usta puli kelishiladi. Hammasi kelishiladi. Materialni olib bersa, narx kelishiladi. Agar o'zlaringdan material bo'ladigan bo'lsa, aytgan summalarida uyda egalari bilan kelishilgan holatda ishlayveramiz. Gap bo'lishi mumkin. Juda ham zo'r chiqqan ekan. Biz ham xudo xolasa shundan bostirib yuboramiz. O'zimizga ham ma'qul keldi aka. Keyin uzoq joylarga qanaqa bo'ladi? Masalan, O'zbekistoncha bir xilmi summa? O'zbekiston ichiga narxlarimiz bir xil. Bir xil, ha? O'zbekiston. Ko'chani bitta ko'rsatib qo'yaylikmi aka? Qo'shni davlatlarga ham chiqaveramizmi aka? Qo'shni davlatga, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga yo faqat O'zbekistonda chidamiz? Endi kelishuv bo'yicha ishlayveramiz, xudo xolasa. Ko'chani bitta ko'rsatib qo'ying. Juda ham blisk bir yaltirilayapti, qarang. Keyin aka, mana tiyagalari qanaqa bo'ladi? Tiyaga olib beriladigan bo'lsa. Mana tiyagalari ham bor ekan. Tiyagalariga qo'shimcha xizmatiga pul olamiz metriga. Xolasa o'zimizdan sotib olishadi, xolasa o'sha qaysi Toshkentda, Toshkent o'zidan Farg'onadan o'zlari sotib olib bersa ham bunga qo'shimcha metriga xizmatiga pul olamiz. Demak, hammasi kelishuv asosida ekan-da. Xudo xolasa, akalar hammasi bir qo'l o'zlarining qo'lidan ishlab, o'zlarining qo'lidan o'tar ekanda. Demak, cho'rniy holatda topshirsangiz, qaysi xizmatlar bo'lsa, akamizga zakaz qilaverasizlar ekan. Xudo xolasa, bizni kanaldan chiqqanlarga skidka qilib beramizmi aka? Albatta, chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Unda biz bera olmagan ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, ekranga nomerni qo'yib qo'yamiz, telefon qilsa, o'zi chiroyli qilib va ma'lumotlar berib, zakaz qilsa
kelishuv asosan beramiz. kutib olinmaydimi aka zakaz Yo'q, qilinsa iloji boricha tezroq. tezroq brigadalar bor Ha, brigadalarimiz katta. gap bo'lishi mumkin emas usta aka xudo xohlasa el xizmatida charchamang yaxshi kunlar ko'rsak mana bunday sifatli bo'lgan ishlarni xalqimizga yetkazib beravering rahmat akalar usta akamizni mehnatini bir donaga layk bosib qo'yasizlar sizlarga mana shunday chiroyli imoratlar solish nasib qilsin sog' bo'ling